man ko'zimni rangini o'zim tanlamagan. Man bo'yimni o'zim tanlamagan. Man bu tanamni rangini o'zim tanlamagan. Man bu mamlakatni o'zim tanlamagan. Lekin xursandman, chunki man bu dunyoga sizga yoqish uchun kelmaganman. Mani ota-onam 9 oy mana shunga yoqsin deb kutmagan, sizga yoqishga majbur emasman. Menga bu sog'lomlik Allohning hadyasi, lekin nuqsoni borlarga ham xuddi shunday. Ular Allohning mo'jizasi. Ko'chada ko'pchilik yurishga o'zidagi ba'zi narsalardan uyaladi. Agar sizda ham shunaqa bo'lsa, qarang. Alloh milliardlab insonlarning ichidan sizni tanlagan. Allohga man emas, siz sabrli ko'ringansiz. Siz matonatliroq ko'ringansiz. Alloh mani emas, sizning duolaringizni ko'proq eshitishni xohlagan. O'z tasavvur qiling, sog'lom bolani katta qilish bitta ota-onaga qanchalik qiyin. Nuqsoni bor bolani katta qilish